Assalomu alaykum aziz podpischilar. Mana sizlar bilan har doimgidek bugungi yangilik tovarlarimiz kelgan ancha skidkada ko'raverasizlar. Omma bilan like tugmasini bosib qo'ying, boshlashimiz lozim. Juda zo'r yuklarimiz kelgan, mana ko'rsatib o'tamiz. Bitta like bilan obunani bosib qo'ysanglar, mana berib hamma yo'qqa dastavkalarimiz bor. Materiali Xitoy, Singapur. Narxi bomba 85.000 so'mdan bo'ylari arosat 46 dan 52 gacha tushaveradi. Ko'rasizlar, manzilimiz Qo'qon shahar, Yangi bozor. Voha taraflarga ham boshqa hamma yoqqa pochta orqali olasizlar, Isuzu orqali optim ham, dona ham yetkazib beraveramiz. Keyin to'lov oldindanmi deyishyapti. Oldindan nimaga, mana biz joyimizni bilib turibsiz. Keyin 102 qilsanglar, navoda aldab ketgan taqdirimizda ham tovib beradi, pulni undirib. Biz sizlarni topolmay qolamiz. Shuning uchun pulini oldindan tashlab olamiz va hamma viloyatlarga bir xil dastavkada o'zi zakaz qilib turganlar biladi. Ularning ham narxi 85.000 so'mdan. Material вообще yozgi narsam 185-200 ming sotilayotgan turgan narsani 85.000 so'mdan. Nima deyapti bunisi? Mana rassvetkalar juda ko'p. Mana bitta obuna bilan like tugmasini bosinglar, aytganchalik Telegramga o'tib olsanglar, Telegramdan zakaz qilishinglar oson bo'ladi. Narxi, lichkamiz, hamma yo'g'imiz atvet qaytariladi. Mana 85.000 so'mdan. Like bosib qo'ying, hali ham bosmagansiz ekan. Mana bularimiz ham вообще skidkada. Mana sizlar uchun bitta obzor qilib beraman. Ko'ylagini ham kali, usti koftichkali tashab olishadi, bo'ylari arosat. Narxi 100 ming so'mdan, Viazinni 380-400 mingdan sotilgan. Instagram boshqa joylarda mana bizda 100 ming so'mdan bemalol tanlab olaverasizlar. Bemalol murojaat qilib Telegramga o'tib olsanglar, Telegramdan ancha ishlaring oson bo'ladi. Bir dona like ham tirsillatib qo'ysanglar, shuni o'zi yetadi. Mana ko'rsatganimiz bitta biber, ikkita biber, bu ham 85, bu ham 85, bu ham 5-6 xil biberlarimiz bor. Obuna bilan like tugmasini bosib qo'ying. Ko'rishguncha haftada 3 marta video chiqadi. Har yangiliklarimiz kelsa taqdim etamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.